Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Xudo xolasa qo'ylarni ham haqiqiy go'zallardan keldi. Ishqozlarga, zot yo'nalishiga bolasini olib yuraman deganlarga mana manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'ida, o'zimiz xonadonda. Qo'ylarda xolasa liniyalilardan kelganmiz. Mana qirrajin deydi, mana qo'ylar Xudo xolasa yoshi ham yosh hali. 2 tish, 4 tish qo'zi. Qo'zi ham bor, 2 tishi ham bor. 4 kishi ham bor mana. Xudo xolasa qo'ylardan o'ta chiroylilardan. 2025-yil 5-iyun. Haftani payshanba kuni mana. Xudo xolasa zo'rlardan kelgan mana. Haqiqiy zot olaman deganlarga tavsiya qilaman obunachilar. Mana o'ta go'zallaridan. Chiroyli narsalar. Yaxshi qo'chqorni qo'shib, bolasini olib, Xudo xolasa bundan tushgan bola ham haqiqiy zo'r bola tushadi ulardan. Endi hozir issiqda turgisi kelmayapti. Xudo xolasa telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Xudo xolasa bayram arafasida turibmiz. Hayitlik qilib yengiroq qilib beramiz bugun arafa kuni. Mana. Xudo xolasa qirrajinlar, oq yuz, chiroyli narsalar. Ular qaranglar. Biz qo'ylarni ko'rgan odam bittada ajratib oladi qo'y qanaqaligini. Bu qo'ylar qaranglar, afg'onga o'xshaydi. Mana yaltirayotib qo'ydi qarang. O'ta chiroyli narsalar, ko'shlari ham chiroyli. Ular qaranglar, xudo xolasa. Haqiqiy puliga arziydigan, turgan puldan foyda yo'q. Mana buni olib tashlab qo'ysangiz xudo xolasa maza qilib baraka topadigan narsalar mana. Chiroyli. Yuzlari ham o'ta chiroyli. Shuni qarang. Qarrajin. Bularni qaranglar. Yangi obunachilar obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib, xudo xolasa kommentariyga yaxshi fikrlarni bildirib tursalaring, zo'rlardan chiqaraveramiz. Qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi mana. Haydachi. Yana qo'ylar. Kimga qaysi biri yoqqan bo'lsa aloqa chiqinglar. Agar bijik olib qo'ysalaring ham ular ziyon qilmaydi bu narsalar. Haqiqiy bo'ladigan narsalar. Qo'ylarni qarang mana. Legendalari kelgan, haqiqiy krasavchiklari. Maqtayganimiz bilan xudo xolasa yaxshilaridan olib maza qilib boqing qana. Narxni ham xudo xolasa yo'lda qilib beramiz, kelishtirib, arzon narxda qilib beramiz. Lekin qo'ylar puliga arziydi degan. Javdari qo'yib solishtirmaysizlar buni. Javdari qo'ymas. Hozir raslar mana. Haydachi. Odamlar mana ko'tin tagiga borib olishadi, mana 10 metrdan turib olinaveradi. Haydachi aylantirchi. Videoni katta qilib hali qo'yadigan emas mana. Agar ko'p tepasida kelib ko'ramansan, lakastasini tashlab beraveramiz. Mana qaranglar. Qayta. Yuzlari ham haqiqiy chiroyli narsalar, jonivorlar. Hammani xonadonida mashaq qo'ylar nasib qilib boqishmadi. Hayda chaqa. Qaqa hayda bor. Hayda. Mana qo'yar qarang. Go'zallarida. Qo'chqor zo'rni qo'sh kerak qo'shganda ham. Keyin haqiqiy bolani udorini beradi. Hayda saydilar. Hayda var. Qaqa hayda bor. Ana qo'ylar.